Alhamdulillah, Robbil alamin. Har bir ayolga yer yuzida eng shirin yoki eng yaxshi hissiyot bergisi kelsa, shirin so'z hamda nima berish kerak? Gul. Ayol kishi ko'zi va qulog'i bilan yaxshi ko'raveradi. Sizga uni faqat mol dunyoyingiz kerak emas. Birgina shirin so'zingiz bilan ancha-muncha ko'nglini olsangiz bo'ladi. Chunki bular farishtalar. Farishtalarni nima qilsa bo'ladi? Aldasa bo'ladi shirin gap bilan yoki chiroyli gul bilan. Boyligingizdan hech qachon ayol kishini ushlab qola olmaysiz. Nimagaki? Butun boshi qasrni qurib qo'yingni, mehrni bermay, mehr shaydosiga borib turib o'shani qidiradi. Ular sug'arib turishingiz kerak. Sug'arib turish yo'li shirin so'zingiz, shirin gapingiz hamda beradigan hadis. Agarda ishonmasangiz ayol kishilardan so'rab ko'ring. Olasangiz, tagiga ham yozib ko'ramiz. Ayollardan so'raymiz. Gap, baxt, boylikdami degan savolga yo'q deb javob ber. Chunki shunaqangi ayollar bor, moshinasi ham bor, qasr uyi ham bor, lekin eri be'tibor bo'lsa, baxtsiz. Lekin shunaqa ayollar bor. To'rt bir korobkaning ichida yashaydi, ya'ni hech narsasi yo'q, lekin baxtli. Nimagaki har kuni kelganda onasi bugun ochilib ketibsan, onasi bolalarimni onasiliging uchun men seni yaxshi ko'raman. Inshaalloh sen bilan jannatga kiraman degan har bir so'zi ayol kishini ilhomlantiradi. Bitta Ojdoda sizga o'xshagan bitta amaki endi juma ma'ruzada o'tirganmiz. Haligi domla ma'ruza qilayotgan ekan. Har bir erkak kishi o'z jannatga kirsa, hur qizlar kutib oladi. Hur qizlari kutib oladi deyotganmiz. Haligi amaki doda ham voy qanaqa bo'ladi debdi. Shundoq kiyimidan umurtqasini iligi ko'rinadi desa, voy. Ha, gapiring, jannatga kirgim kelyapti debdilar. Doda. Inshaalloh shundoq jannatga kirsangiz hur qizlar kutib oladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Qani endi davomini aytingchi desa, meniki shu hur qizlar deb o'ylab bitta qadam bossalar haligi hur qizlar yo'q. Siz bizning hojamsiz, lekin sizni ichkarida malikamiz kutyapti desa, bundan ham chiroylisi bormikin nahotki deb ichkariga yana qadam ranjida qilar ekan. Ichkariga qadam ranjida qilsa, undan ham go'zal ayollar, ya'ni hur qizlar bor ekan. Bo'ldi, menga bundan ortig'i kerak emas deb hayol qilib shundoq kirsalar, "Ey hojam, biz malikamizning xizmatkorlarimiz. Sizni ichkarida undan ham go'zal malikamiz kutyapti" derkan. Bundan ham go'zal qanaqa bo'lar ekan deb eshigini shundoq ochib qarasa, xotini turganmiz. Domla, Allohdan qo'rq deyotganmiz qarang. Lekin bilingki, siz go'zallarning go'zali bo'lib, sizdan rash qolib qo'yilgan bo'ladi ayollarimiz. Ayollaringiz bu go'zallikda emas, bundan-da go'zal bo'ladi. Ayolingizni shunday husniga qaraganingizda qulab qolasiz 40 yil, 50 yil, 100 yilgacha.